Bu dükkan şopet turda. Ma meni bir şagirtim bulduğan. Bunun mümkün sıkıntı da. Ettikin asla aydımızdan bunu. Kadıya! Ya kadıya! Oy mana usta mana. Mana usta ben. Ya lakva! Akşam ne dedim deyim sana? Akşam? Haras, akşam hayatı maaşını bir etme diye. Bundak da. Maaşını vermem deptim ben de. Şunda. Şununla keçit şu geplerini düşep, sizle pul yürüp düşep, şununla keçit uxlamay, tüşkürevrip xuddi. Sulumayı tüşkördüm de. Bekle, maaşını verirdi. Var. Ey! Oy. Akşam ne dedim sana deyim ben? Oldu. Manda dinle. Ata etning arpsa, xeridarlar köp buldu. Şunu dükkanını pakız tazirep degendiler az. Hamma gap esing turib, ajab tazmapsın ha? Uxlab qaptın usta. Baldır uxlamay nima ish qilgan? Tanısı qilgan akşam. Tansiga? Tuy! Nima ish qilmay davatgan gibini. Sana bir tansaya satrash. Sınırlı işten düşkende çarşını maylap, glasını takap, xuddalıqı artistlardek yasınıp menip ketdiganligi satrash turib. Men degan cho'ng ustam satrash. Men bilan baslash kerak bo'ldingmi? Yo'q, endi siz ustam bo'lgandikan do'rab qoptim usta. Mana, to'li gapni qilmay. Darhol tozla. Yerda bir tol chash deb qoldigan bo'lsam, tilni bitim og'zimni bilsang-ku. Bilmamdigan, sesib gap qilib sesib ketmaydigan og'izlarni. Gapni astal. Elidika qulangdan shu spigni olib qolsam men. Sen batmanni qo'shib supurib taloq chiqarib yotma yana. Ustam bir chetirek tutsa sizlarni supurib tashlabay. Lan inga pulga qilsa, dan arvoy qilib. Siningdek Voy, maqli ustam, maqli seni. Voy. Assalom. Va alaykum assalom. Ya Allah, babamsizlar qaldire. Boynumda deganda taqib tutsa shukrab so'raysiz. Shu qasrda güzel xonimligi bag'rim qanmay, baldirab o'lib ketmay deb qancha harakat qilib umrimni uzatmayotmay qaldire. Qadira. Yo, pana, bag'asir to'shab güzel bo'lib tutdilar Jumaxon. Xanimcha. Ha bu mening yaqin do'stim, Güzel ay bo'ldi. Yaxshimisiz? Ya pana, ismi jismga loyiq güzel xonimkina bu. Do'stim sizni bek tatlı gap qildi deganda rost gapga bek ustkansiz. Yo'qsun. Bunda güzel xonimni ko'rgani men emas. Tuğmu qaçib bulbul qo'yardak sayrab yuribdinglar. Ma acamning ko'zi, acamning yuzi ajab chiroyli qilmasdan. Ko'rishdimi? Ma qachining til chiqib turdi. Mana, ey, mushtak turib uning yuziga ko'zi qaramay ishingni qilaver, so'yma. Soyma davr deganlar. Nima xayol to'lishib qoldim usta. Bu şagirdimiz hacip kızık gap qildi ekan. Şunu deyman bu satrashga egri biz qildigan sen qunday so'zlaydigan chiqib qoldi bu. O'zi kichik bo'lgan bilan ko'zi hali maltoni ekan. Rost. Hey, ras akşam tushimda jannatda ishga o'rparingni xizmatda tushaqab kelman. Asli bilan ishlarni ko'ribganman. Xo'sh, xaldiram, mana topshirgan qandaq vazifalar bor ekan? Voy, nima vazifamiz bo'ladi? Aytib aytib qoldingizmi? Shuni o'z qo'lingizdan ma chashlarimizni qo'yib qo'yamiz. Chatoq. Qizil bo'yamdim yoki yeshilmi? Ma acamnikini kumush rang, acamnikini yemish rang qo'ysa, taz yarishib ustam. Nimada gap aralash deyman. Astagfirullah. Meg'izraqmi yoki seg'izraqmi? Bo'lsa, mening chechimning oldini oltirang, keyin tiyarang qilib berib qo'yman. Voy, chatoq yo'q. Oldingizni qarasa oltin boz, keyningizni qarasa tilla boz tutayga. Mening chechimning oldini serib, oqisini qizil, ha? Bo'ladi. Oldingizni qarasa aptopurazm yaprog'idek so'p serib, keyningizni qarasa qip-qizil bayroqda qiltayga. Oldingdan qarab xolidam yaproqqa ko'ydim, keyningdan qarab xolidam bayroqqa ko'ydim. Ko'rishma qildirim. Bizning do'konda bor-ku, mushnaq haqsiz mulozimat qilgan naqd cho'lponlari bor deyman. Cho'lpon.
hazır milletimizin baylığı asırsıl değme çarçapkamızın. Dukunuzga bunda çıraylı hanımlık gelgende ilgi çarçap gitken jip desin beyler. Boldu. Mimamni oldira. Ha, shuni rostab qo'ysam, o'zingni Davudjon Nasirniki deb qoldingmi? Menga jugo deyman. Ma'qul. Do'konga chiqib, qimmatbaholik bo'yoq, qimmatbaholik supernakir bulanda. Bulda bulda. To'xta. Azara mal olmayla kalba. Azar go'shtning sho'rtisi yo'q usta. Astagfirullah. Endi bizdan bir menga chiqqan. Ma'qul. Usta, bu shogirdimiz Bu kundak yakını bilen ünek pişkitim deyim bu. Eli işkileri periştideki vücudu iyi yapana. Assalamualaikum Saytraç efendim. Aleyküm esselam ya Allah bağımsın efendim ya. 600 tane paksa yok at git ne adamı saygındır o. Ha, yakından beri kattı bir eser üstüne. Oy, ustam. Ha? Bir yerde acayip çaylık güzel mihmallar oturup da salam kılışını unuttuk sattırıp da. Adım gerçekten kazası yok efendim. İlgirler. Attıgelliğinizde güzel olsun ey hanımlar. sizning atiganligingiz güzel bo'lsin, qadrli aka. Aka? Meni aka deganiniz qaragandilar. Siz endi 18 yoshga kirib qolibsiz-da, qadrli singlim. Efendim, kimingizni ko'z kelmaysiz? Bu Alishimning-chi 4 yoshga kirgan bolasi bor. Adash. Aras ötkendi ben sizin balınız ne? İkisi de bir süre besleşip baka işkisi kovup durattım deyim. Bu dedi. Oy qadrli singlim, tek to'y qilmagansiz. Oy, men to'y qilmaganda ko'rgan ekanman. Deyni okuğuça. İşte deyip. Ha işte deyip. Adash, ular sening burunqi eringdan bo'lgan qizlarni ko'rsa, savoqni shimiki gap qoldi o'xshaydi. Güzel hanımlar. Sizler nime degen güzel. Eğer dünyada muşundak ayollar bulmagan bolsa, biz nimemi kılatık deyim. Şunu deyim. Muşlar güzel hanımların diline azap verilen namussuz erlerini anlap kalsam, muş üstürümlü sakal kurutkamaz, çekirdek gülü söküyüm kildi deyim. Bundakları zindanda 1000 yıl sonu bitiş gerek. Qadrli akalar, bu dünyadagi erlarning hammasi sizlar bizni maqtagandek o'z ayollarini maqtasa, hech kim bir-birisi bilan ajrashib ketmas bo'g'iydi. Rost, mening erimchi meni elivlishning oldida to'sin maqtaydi. Biroq to'y qilib bo'lgandan keyin bir qatim maqtabni qo'ymadi. Bu dünyanın mundak namussuz erler bağımız. Hey Satraç efendim, dünyadaki hem adam silidek, mendek isil ulamda. Şimdi bakma rezil erler baki. Ha? Özünün ayollarına çokumuzda ketip aladı. Başka ayollarını göz Şam'dek iğrip gidiyordu Şam'dek. Doğru dediniz. Özünün ayarları paytağa kaç keslerse yağmurlu havada tutulup gidiyorlar. Ne gibi kutularının tuğulan günü altı yüzük sap koyduğun erlerini köygen değil mi? Benim kızımın kaynaydı. Tamaklımışında güzel ayollar itip derse talağı çıkıp sokuluk geldi teki erleri. Hay mening erim o. Sizlar degandekmi do? Efendim özür dilerim desler. Hey kadarlık singlim. Bekmanadan kensiz. Yolduşunuzun toydun ki siz aslı maktığısı bak. Bırak o biçare talağı kimdin nurgun ayollarını maktaydıgan tutsa onun tilini çarçaydı da. Kanday dedim usta. Şurada. Doğru. Bu tül biçarı mı? Tümü yemez de. Kozlavkam. Köyümüz yerim kımına. İyirimiz baktığımız bunu biz baktayımız. Maktığı çılgı bakıyoruz. O erim degan laqvani nimandaq oz gap qilgan bo'lib qoldi-ki desan, asli shohni talaqni boshqa mayloqlarga qilganda. To'g'ri, mushu ba'zi erlarmichu ash avvasidek uzun tirnoq qo'yib olgan, bolalarni erib tashlab qo'yib, tansiqanda o'ynaydigan, eri bilanchi beslashib, haraq ichadigan, ash mo'di qo'shib, topgan pulga qimmat bog'liq kiyim kiyib, g'irtildaydigan, eri birni desa 5ni deydigan, ashundoq satanglarni yaxshi ko'rdigan o'xshaydi. Takdir. Sen dışında güzel ayollarını neredeki bir bivapalarla uçuraştıkça malını istiyorsan bulmaz mı değil? Efendim. Oh. Bu dünyada kimin muradı yetken değilse? Adaş, nemi sana o'xshash ojiz ketaymi ya? Tayim yo'q gapni qilmag'in axirim. Shukr qilib uying tutsang bo'ladiki, men aytigimay olsam ojiz ketay deydi ya. Efendim. Yeri yoktum, cini yok diyen gap bacıma yana. Ben
Dehqon kishiga yer yaxshi, xotin kishiga er yaxshi deb yozganman hikmat xotiramga. To'g'ri. Assalomu alaykum ustam. Va alaykum assalom. Ya Allah, Bağımsızı bayaka. Ba. Moskva ketdimi ya Turkiya Dubaydan kelishlarimi? Mush O'rta Osiyoga berib, sargardan bo'lib keldim ustam. Mush chetdagi musofirning ahvoli qandaroq ya? Toz yaxshi emas juma. Shu. Bo'zak qildi deyman. O'likni rekit tektiganlari ancha-muncha bo'lib turdi. O'z yut ketamda. Hammasi o'zimizda. İşimiz azraqlab əpləşməy qalsa, salpik boşab da ketimiz. İşimiz azraqlab əpləşib qaldığan bolsa, bax. Jutki balçaqını unutub, ölünü alamayız. Silima bekar to'mag'alla. Bizmi ashar xalqlarning boshishi bo'ldik bizda. Hali g'ormi, o'rikni ko'rsa, aloldigan gapga ustam. Budo paylari qarsam, alurik emas, pishqa urikdimi ishib, gulaqaq bo'lib ketganda ko'rinyapti juma. Qizlar gap qildi juma ustam. Salom alaykum. Yaxshimsizlar yo'ldoshlar? Voy. Boshqa bildim, qadra qavallar qilishmay salomat bo'lma. Ya Allah, ajab bir muborak diydorlaring ko'mak tas bo'lib ketdi ya. Xizmat aldirashib ketdi usta. Mana yo'ldoshlarning turmushiga mas'ul bo'lmasak tek turgan, xizmat unimiga mas'ul bo'lmasak tek turgan, siyosiy ideyaga ko'ngil bermasak teqi, ittifoqlikqa ahamiyat bermasak teqi. Voy, mush boshliq bo'lmoqning ta'sirligini boshliq bo'lib baqqan odam o'z bilmasa, boshqalar tushunmaydi juma. Yo'q, banan. Voy, nimaga jiqyap bu? Men buni tushunmagan ekan. O'zimni amaldorligidan mening sakrashim ber o'zimga yaxshi o'xshaydi. Akasi o'tadi. Assalomu alaykum. Ey! To'xtag'in! Bo'rsizlar, kapapsizlar. Chashpa saqal paqalarini oldiray deb. To'xtag'in! Chashalimiz pashanmaymiz, saqalalimiz paqalanmaymiz, juma yana bu yerda. Voy shu ma'lumot qo'shaqmagan. Xotinga laqva atganda qo'pilib to'xta. Atiyet chashpa saqal paqalarini yozib deb zo'lab majburlab avatdi adamni. Yo'q, bo'lmasa kelmaydigansizda. Voy, kelsa. Ustam. Shogirdimiz o'zi kammas qoldi. Shu o'yinda sağ salg'a ishimiz bordi bizni. Astagfirullah. Mana keldim. Ustam. Hey! Dükkanda liq xarida o'tirgan ko'ndingmi? Voy ustam, sil burgan heliq narsani og'ini olsam, tayyor setang degan birnim o narsani yuqur baqa qo'yilib, men azam baqa qo'yib turadi, shuni ishga chiqishamay, u azam bermay, men qimmat olmay. Oz gap qilava materialni keldingmi ekanmidi? Materialni keldim ustam. Mush baqir kelganda faqatla kelishim. Og'zingni yorilib bilan yemli turgan bir ekansan. Og'zimni yemlivesli, tomoqni qulqim deyamdim ustam. Bana. Men to'g'ri gap qilam deman, kim desam bu bola saytrach, serik quchqashdek vichirlaydi ekan bu. Oshqon bo'lsam, toza yaraydigan tongjon bo'ladi ekan bu odam. Bu bola yo'ldosh bosh qo'yib qolgan bo'lsa, yig'ini ichib odam o'tiradi ekan. Optam qo'l sulib o'tirib gapini anglaydigan qo'ygan. Hey! Anladın mı bak xeridalarning gapini? Aldım, o'ng quloq, so'l quloq, hammasini oldim ustam. Yana qushqaychak yiqildam sen ya. Yo'q endi, ular qushqachdekchim turdi. Mana kirib, ishga achani chuchini chiroyli bo'yab, budur qil, qanday qilganligini bildigansa. Voy, bilmaydigan ustam, birisinikini oltin bosh, birisinikini bayroqlash. Qoldirib bunday olsa. Afandilar. Mush xonimlar kirgichi asto kitoliniki deyman. Bo'lmasa ularning birdamligiga oltini ko'rsak, oqshomlik qora o'sib qolmas u yerda. Bu chetalik ayollar shunchalik go'zalkin, viy. Odamning ko'zining yig'ini yeydi juma. Yo'ldoshlar. Bu xonim qizlarning chiroyi qaraganda qalbi go'zaldek qiladi. Qanday dedim yo'ldosh? Men xo'shaqmay qarmoq bersa ko'rdimmi? Bayatın ishxonani toza ushirib qo'ysak ishenda. Ayollar ahmaq deb yozganman hikmat xotiramga. Andavasa ishimiz kelaydi. Qani, qaysi mehmonning xizmatini qilaykin? Qanaqa shu, apandim. Voy.
To'xtag'in efendim, bu nima qilganingiz? Hammadan baldur men kelsam siz o'ltirib oldingiz-ku. Bozor chaqqanning degandek ish qildimi adash? Maaşınız kamlaşmıda yoldaş. Ya Toktağın. Bu nem kırgın deme. Yağmurda çekilip baldır oturup kes. Adam nomusu geldi kopal deme. Menam onda qilg'im yo'qdi. Xotinim atdiganda to'xti. Qachon mis mangsa qachongacha? Qachon bir turgirak men paqmaysa deb shu o'zim sinab baqqan. Sen bu Mekmallah. Kapılış mısla? Toktağın gayret yaptı. Toktağından gayret kemik yaman ters. Muşdan gayret için bozma. Muş ücretime ütünü perisle. Hazırla. Bunlar ters. Hazırla. Toktağın. ha? Yakılınla. Burut mırtla kuyumuz mu ya? Kadr ustab kurs qilib qo'yganmi? Ma. Mushu To'xtag'in ismli bu efendim zodi nima ish qiladi? Toktağın işkıda çıkmaydı. Bana bugünkü işine ücret alıştım başladı. Ya bu ançmış ticaret mi qilmanda? Tijorat qilaman deb ko'ch ko'chib paloq suyramdim men. Yoldaş adetli neymiş kılsayız? Ko'pincha vaqtlar uxlayman. Laydan. Toktağın. Aç şurada kozunu oyğunu bile getmesin. Bir eşik söp kulayalay. Uyqu o'limning muqaddimasidir deb yozgan men hikmat xotiramga. Tov qildim xudoyim. Jahonda bunday odamlar bo'ladi ekan ha? Bu bir mo'chan topmay turib qandoq uyqusi keladigandimi adashni? Bu yoldaşla yoklum kıldığın başlık olmagandı ken hatırcam uxlar da. Toktağından ayalı baktırsa ayalcıma. Çıkıp Bahadır bıçak siltip öyle bir koydu. Bu bo'lmabdi To'xtag'in efendim. Bir erkek bo'lgandan keyin bir kasb bilan shug'ullansınız bo'lmasmidi? Qirdik nima shu deysizlar? Yo bir baqqalchilik qilsangmi hisob emasmi? to'g'ri. Kuniga 10-20 koy topsa, Eşuman uning buning ishini qilib bersangmi, uxlaganda yaxshi bo'lmamdi. Uxlamasmi? Pulima deb odam zanglik qilmang ha. Pul olgan bilan-ku xil vijdonim bog'li olaman. Baqqalchilik qilgan odam emasman. O'zimni qutlab maqsad tutildim nima? O capağı çıdap süreç kıkandılar. Allah sevgi yetkili buludu. Ay baldık qila, men sening bilim so'ramagandim ha. Mana yumshatdinglar va. Qo'ysa bu gapni qilsanglarchi xotin kuniga 8 vaqt deb men yeb qildim men. Va men satash saqarib ketgan qildim. Dema. Bo'ldi. Ay. Ha buldu kılanlar. Bunun nesihat kımağlar. Bunu mücazmış ne? Ötyaktım satranç günümünü tutkayıp az kaldı tayak yiyin deyim. Voy, nim bos bo'lmamdi, nima chattiqimizdan buni ular? Tanqid qabul qilmagan yo'ldosh yaxshi yo'ldosh emas. Bu nodonga nasihat qilgan o'zi nodondir deb yozgan men hikmat xotiramga. Mangina. Ya Allah. Ha, kalırım. Şagirtin ününü bulamdık ya. Oy bu şagirdimiz bek çıktı kıtası. Bek belen balıken bu. Ya Allah. Şagirtin ününü sizlige yaragan bolsa ben katıracağım oldum. Kadika. Bana şikayetçanın çiçi büdürü vaqtı akıllarının işini kılamam. Bunu usta. Ustam, Ha? aldılan qaysi akamning qizini qilaman. Ama efendim bek saklap gitti böyle çakır. Qala efendim. Ya. Men to'la gap qilgan odam bilan chiqisholmayman efendim. Ondan sonra bayan kamnikini. Qanishdim. Nanaladin sizin deb keldik juma, bir satrashqa yo'q kelib qoldik bu yerga. Ben bu yoldaşınla pişkiri koştum ben. Ya bana. Madgacınikini ağaçtırıyor. Menimcha bor adash. O'sha goch paydo oldi. Kishi degan zot mol tunmaydi. Shunda qo'li chaqqan balika nimishqa yaratmaydiganda. Yo, bir chiroyli qamlashgan bola qanday gachib qolgan bu? Bu kishi menimcha cho'qim tug'migacha. Yoki bo'lmasa cho'qim tug'migacha emas, cho'qim keyin bo'lgangacha. Bu bichara qandami jinni boqadiganda. Bu meyip yoldaşlar idaresi olgan bolsa, hükümetin pulgu dava alınıp saklayıp alıp diken. Bu gachigonlar kiyimlar meniki degan turda. Gochi bo'lgan bilan u xeyli qamlashgan yigitda. Gochi bo'lmagan bo'lsa, tigib oldi ekansan. Oy! O gaçoğuz bir batı. Onun tili emez, dili kıraş kerem şundan mı yapar da? Mening ayolim meni kunda tilim tutilib ketib o'lasan deb tillaydi. Mana bu efendimning tili tayyor tutiliqliq tilga yaxshi emasmi? Ya onun tilini nimiz qilsizlar deyman.
Pulumuzunu bulmadı mı? Yoldaşlar. Bu yoldaş kılı samimiy yoldaşlar qilib turdi. Bir hesap kaç olsun yaxşıga. Hükümet miyip de kutluş bir etti. Şu. Evet yaşalımız. Oylam, o biçarının ilk kesip gitmişsin yine. Buldu. Nikah gayipken gaplar emas. Boshqa xabardam. O'sha sizning darajalar qanday daraja? Mening darajam shu bo'lim boshlig'i darajasi. O'zimni qo'shganda 6 adımım bor. 6? Yo'q, ana. Men bir qodiri boshqaraman, terib chiqarman. 6 dema qanday boshqara o'tirganlar? Bu efendimni huquqiy gerçi Cumhur bo'yicha eng kichik bo'lsa-mu, rahbarlik san'ati yuqorida qiladi. Bu yoldaş Bu yoldaş 1000 yilda bir qitim tavallud bo'ladigan o'tliq yozuvchi. Bu tavallud degan nima degan gap? tavallud degan, taraddud degan gap. Bu yoldaş endi yezishga taraddud qilayotgan bo'lsa kerak. Yok, tavallud degençi, tilavet degenge. Tavallud degan targ'ibot degan gapniki? Targ'ibot emas, takallubmikin? Ha, men bilmem. Tavallud degan bog' bor. Temretga degan gap. Yo'q, ular gapni qilmay jimatira. O tavallud degan gap bormi? Efendim, o'zingizni tushuntiryapsiz. Tavallud degan bu so'zningki lug'at ma'nosi tug'ilish degan bo'lib, bu so'zni mendek ulug' odamlar uchun ishlatamiz. Odatli odamlarni tug'ildi desakmi bo'laveradi. Sizlarga ananın 1000 yıl to'lg'aq ya. Nayt tasda tavallud. Yoldaş, siz şu hozirgi yozuvchi shoirlarimizdan qaysi asarlarni yaxshi ko'rsangiz? Bizning peki tilin og'irchiligi bor yozuvchi chiqmadi. Dunyoviy asarlarimiz yo'q, yerlik. Efendim? O Bürküt'ün karamet yazı deydi o. Vay 30 neç bacı tom kitap ilan kıttı o. Burkut degan uchiga chiqqan bir ko'chani kash. Uni qanday yozuvchiligini bo'lsin? Siz nimaga asosan Bürkütni ko'chamkash deysiz? O'ylab bakın. Ha? Ash Burkut degan ismning o'zi osmondagi Burkutni ko'chagan tursa, asarlarni ko'chamanda allat ko'chirdi. Sizlarga qaysi asarlarni e'lon qilgan, ha? Mening asarlarimni tahrirlab berishdan qo'rqamdi, tushunmamdi, uqmayman. Şunu ola basmaydı. Ben asasen eserlerimde öyle sandık kılıcıkına. Onda olsa, bu efendimden alıp sandıkı jık koygan eserlerden bir hapaçını bir anlatmak Anası ben Nobel mükafat elip milletimizki şan şeref keltiriş için yazgan realizm bilen modernizmi jugurup Cövrendizm uslubunu tayarlayan eserlerimden araya uğurlap bırakayım. Buldu. Tuğran gün sorunda Port Badur. Kınavazda konuda Kort Badur. Yer astını kovasan Kurut Badur. Kalpıgının üstüde Durut Badur. Kosak içip öyle kirsen aşın Badur. Kirpiginin üstüde kaşın Badur. Saçlarının astıda başın Badur. Yığlap kessen közlerinde yaşın Badur. Efendim, bu şiirlere Nobel mükafat demez, Babur mükafatı kabul Efendiler, hanımlar. Sizler dağlık edebiyat heveskarları şunu uqtirib qo'yinglar ki, men asar yezish chuqum, jinis, rekord yaratiman. Agar Mo'shu Shokrat ega bo'lsangiz, men buningga chasa qilingizni haqsiz olaman. Aka, men chechingizni jin ko'pinda yuvib qo'yman. Rahmat xalqim sizlarga. Efendimden neymiş ki bizden neyini yazmışlarımızı yaratmayken desem Bayaka, yakında böyle bir şey, ticaret işlerimiz kandara. Yaxshi. Elimi yaxshi. Maktabda o'qimabdi ekanman. Bo'lmasa, ash birar ming qo'yning quli bo'lib, topgan pulning tayini yo'q. Asarang bo'lib qoldi ekanman. Mana hozir bir necha uyim bor. 1 million pulim bor. 4-5 yerde fotom var. Efendim, pulum var, pulum var deb maqtanın ekansiz. Pullarınızı to'g'ri yo'lda ishlating.
Qanday yak ishlatsan bular afandan? Menden navratlar varsan savap oldu. Masalan, Qosimboydek maktab qurib, Osim hojidek yo'l yasang. Mana Qosimboydek jazoni xoni qilib, Osim hojidek qo'ymichilik qilib topmiding bu pulni? Voy! Oshuna aramda pul topqanma? Shunda olmay. Biz degan biz hammamiz tijoratni tang boshlagan. Ular shunda tez boyib ketganda, mening uchun ular cho'qim haromdan pul topdimikin deyman. Ay efendim, siz mi tapkan pulunuzda xotin alaman demegen bolsanız pullarınız avit emasmi? Qarang, dünya qaladı, biz ölüp ketamiz. Pullarınızı doğru yollarda işiltib bitin, namınız o'chmaydi. Yaxshi. Men o'sha apandimning fikriga qo'shilaman. Bayaka. Meni qaysi o'qish pulini to'layolmayotgan ishga yo'qsiz qo'shnan bordi. Shuning bir yordam qilib qo'ysangiz bo'ldi. Ha. Bu qiziq gap qildi ekansizlar. Bu yo'l yasaydigan, ko'rik soladigan, maktab quradigan, bu kambag'allarni yo'laydigan ishlarni hukumat qilyapsa, men yordam qilmasammi bo'lar? Voy yo'ldosh. Bu hamma ishni hukumatga otib qo'ymayli. Yaxshi ish qilish biz fuqarolarning majburiyatiga. Onun ustiga qarang, mana yaqindan yaqqa yamanchi qizgan tatib ketdim deb qo'yinglar, yordam qildigan odam bo'lsa menga yordam qilsa. Bu bayakamın ahvali meniki nachar o'xshaydi. Kambag'alni qavash edibdi-ki, savab bo'lib qoladi deb saqalagan pulni men deydi. Vay shirqlayva qalanda. Bak kalenda deme o. Ben sana şu kalenderdeki ne olkamadım? Nima? Yallang tush. Degan menga gap gandiratam sen? Ha? Yana 30 kishini to'kaytimizmi? Ay ştal pulun boşluğu ne ki paka. Boldu kılın bay efendim. Kambag'alda bu kishini bo'zak qilmang. Ben anın gapsan sen nima tezketda va qo'shoqchi. Hey! Apsının korumanını paycı setip bitirgan qarang bazachi og'ziga bekib so'zajimi sen? Bak pişakını tıkıplı atayım mı? Kimga? Yo'ldosh, marketingiz qonunsizlikmi? Başkılan bayını git bir okşaydı. Qo'yatlar, bu bo'ldi qilinglar. O'zlar mening burun qaralarimdan bek kushkanslar-ku. Mencha mushundaq sadrashxonaga kirmaydim shunga. Bunu satrashqasi demiş ki tözdirne. Oy, nima valaqlaydi bas satrash. Mana ya! Bak ters alvasa nima yürüydü kadar. Hey! Kim satrash gide? Vajjon! Hey! Yo'q qiling desa, dunyoning ishidan tushdi ekansizlar. Alinglar, mushunmi da? Ustam, ata yetgan. Biz yetning bo'z o'rimni qilib qo'yaylar, jidal qilmaylar. Hey sana mı kepti? Qarindoshlar, ulug' oyim kunlarda so'qishmoqlar. İtla kabi o'zaro talashmoqlar. Talashsak biz, hajatsak biz kunda motam. İloh bulup yaratsak biz kunda oyim. Talashsak biz, hajatsak biz kunda motam. İloh bulup yaratsak biz kunda oyim.